2 oylik homiladorman, shamollab qoldim. Poliklinikaga chiqsam, menga dori yozib berishmadi. O'zi nima itsam bo'ladi bu vaqtda? Xo'p, hozir paytda virusli infeksiyalar ko'p. Nafaqat homiladorlar, umuman bolalar, kattalar ham shamollamoqda. Endi birinchi navbatda albatta antibiotik dori yugurish kerak emas. Ya'ni tabiiy narsalardan iste'mol qilish kerak bo'ladi. Bu limon, asal, kurkuma, ya'ni zarchava, yaxshi imbir, ya'ni shu choy damlamalarni ichish kerak bo'ladi. Malina choylar ko'proq ichish kerak bo'ladi. Maslahatim, masalan, kichkina muddat bo'lsa, darrov antibiotikka yopishmang. Agar albatta 3 kunlab, 4 kunlab isitmalamasangiz. Umumiy qon tahlili topshiring va birinchi navbatda virusga qarshi dorilarni boshlang. Ya'ni ergoferon. Masalan, agar sizda shamollashingiz virusli bo'lmasa ham, ergoferon sizni umumiy qilib immunitetingizni ko'tarishingizga yordam beradi. Har doim aytaman, ergoferon sxema bo'yicha agar boshlasa, shamollashni darrov kesadi. Ya'ni sizda bakterial infeksiya bo'lgan taqdirda ham. Infeksiyalar virusli yoki bakterial bo'ladi. Lekin siz agar ergoferon, chunki bu ergoferon tarkibida interferon, bu immunomodulator, immunitetni sal ko'tarib beradi. Zarari yo'q. Yo'q. Umuman, homiladorlikning birinchi trimestrida ham mumkin va emziklikda ham mumkin. Antibiotikka darrov shoshilmang. Antibiotik masalasida agar siz ergoferondan keyin ham yoki 3 kunlab isitmalasangiz yoki qon tahlilida sizda aynan bakterial infeksiyaligini ko'rsatsa, bunda albatta qon tahlilida leykotitlar hamda neytrofillar soni va so'yi oshadi. Ana shunda antibiotik boshlasa bo'ladi. Va birinchi trimestr mana 2 oylikda hamma antibiotiklar mumkin emas. Mumkin bo'lgan antibiotiklar bo'lib penitsilin qatori yoki polisintetik beta-laktamazli antibiotiklar mumkin. Bular ampitsilin, amoxitsilin shu qatori antibiotiklar mumkin. Lekin yana bir bor aytaman, qon tahlilidan keyin.